1 avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalar ko'pchilikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Bu faqat tadbirkorlar, haydovchilar yoki davlat idorasiga ishi tushadigan odamlar uchun emas, oddiy fuqaro uchun ham muhim. Men bugun sizga nima o'zgarayotganini, nimaga tayyor turish kerakligini, qaysi joyda xato qilsangiz ortiqcha pul, vaqt va asab ketishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamni katta muammodan saqlab qoladi. Avval ko'p masalalarda odamlar eski odat bilan ish qilardi. Masalan, biror to'lovni keyinroq qilsam bo'ladi, hujjatni keyin topshiraman, jarima yoki qarzdorlikni vaqtida tekshirmasam ham hech narsa bo'lmaydi degan qarash bor edi. Davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, soliqlar, transport, bank operatsiyalari yoki rasmiy hujjatlar bo'yicha ko'p ishlar qog'ozda navbatda turib yoki tanish bilish orqali tezlashtirilardi. Lekin oxirgi yillarda tartiblar keskin raqamlashtirilmoqda. Endi tizim odamning yo'ldan chiqib ketgan narsani unutmaydi. Qarzdorlik, muddati o'tgan hujjat, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot, kechiktirilgan ariza elektron bazada ko'rinadi va keyingi xizmatga ta'sir qilishi mumkin. 1 avgustdan asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab jarayonlarda talablar qat'iyroq bo'ladi. Tekshiruvlar avtomatiklashadi. Ayrim xizmatlarda eski usulda ish yuritish qiyinlashadi. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Aksincha, odam nima talab qilinayotganini bilsa bemalol tayyorlanadi. Eng katta muammo qoidaning o'zi emas, odamning undan bexabar bo'lishi. Chunki bexabar odam oddiy xatoni ham kech biladi. Keyin esa uni tuzatish uchun bir necha kun yuradi. Qo'shimcha to'lov qiladi yoki kerakli xizmatdan vaqtincha foydalana olmay qoladi. Avval ko'p hollarda fuqaro muammoni faqat idoraga borganda bilardi. Masalan, pasport yoki ID karta bilan bog'liq ma'lumotda xato bo'lsa, bank borganda yoki notariusda ish qilganda bilinadi. Kommunal qarzdorlik bo'lsa, odam uni faqat kvitansiya kelganda ko'rardi. Soliq yoki jarima bo'yicha qarzdorlik ham ko'pincha kech bilinardi. Endi esa ma'lumotlar bir-biriga ulanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Siz bir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, tizim boshqa majburiyatlaringizni ham tekshirishi mumkin. Masalan, siz avtomobilingizni sotmoqchisiz. Avval faqat texnik pasport, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xaridor bilan kelishuv yetarli deb o'ylashingiz mumkin edi. Endi esa jarimalar, taqiqlar, to'lanmagan majburiyatlar, avtomobilga qo'yilgan cheklovlar oldindan tekshiriladi. Agar 1-7 ming so'mlik jarima unutib qoldirilgan bo'lsa, savdo jarayoni to'xtab qolishi mumkin. Shunda odam notariusga borib, xaridor bilan kelishib qo'yganidan keyin muammo chiqadi. Natijada xaridor kutmaydi, narx tushadi yoki bitim boshqa kunga qoladi. Yoki yana bir oddiy misol. Siz kredit olmoqchisiz. Avval bank faqat ish haqi, daromad va kredit tarixiga qaragandek tuyulardi. Hozir esa umumiy moliyaviy intizom ham muhim. Kechiktirilgan to'lovlar, aliment, soliq qarzi, jarimalar, hatto ayrim xizmatlar bo'yicha doimiy kechikishlar sizning ishonchligingizga ta'sir qilishi mumkin. 1 avgustdan keyin bunday tekshiruvlar yanada sezilarli bo'lsa, odamlar kredit olishda nega rad javobi oldim deb hayron qolmasligi kerak. Sabab ba'zan katta qarz emas, muntazam ravishda e'tiborsizlik qilingan mayda majburiyat bo'ladi. Birinchi navbatda haydovchilar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki transport sohasida qoidalar har doim tez seziladi. Jarimalar, texnik ko'rik, sug'urta ruxsatnomalar, avtomobilni sotish yoki ro'yxatdan o'tkazish kabi masalalarda bitta hujjat yoki bitta to'lov yetishmasa, ish to'xtaydi. Men haydovchilarga oddiy tavsiya beraman. 1 avgustdan oldin yoki undan keyin birinchi imkoniyatda avtomobilingiz bo'yicha barcha ma'lumotlarni tekshiring. Jarima bormi, sug'urta muddati o'tmaganmi? Texnik holat bo'yicha talablar bajarilganmi? Ishonchnoma yoki boshqa hujjatlarda muammo yo'qmi? Menda hammasi joyida deb taxmin qilish yetarli emas, tizimdan tekshirib ko'rish kerak. Ikkinchi guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar, savdo qiladigan, xizmat ko'rsatadigan, onlayn buyurtma oladigan, ijara beradigan, kichik ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan odamlar hujjat, chek, soliq va to'lov intizomiga alohida qarash kerak. Avval ayrim ishlar og'zaki kelishuv bilan yurardi. Masalan, ustaga pul naqd berildi, ijara kelishuvi yozilmadi, kichik savdo uchun hujjat yuritilmadi. Endi bunday holatlar muammo keltirishi mumkin. Chunki bank kartasiga tez-tez tushayotgan pul, kassa apparati orqali o'tmagan savdo, shartnomasiz xizmat ko'rsatish keyinchalik savol tug'diradi. 3-guruh ota-onalar va talabalar. Avgust oyi o'qish, kontrakt, stipendiya, yotoqxona, hujjat topshirish,
maktab va bog'cha masalalari bilan bog'liq davr. Agar yangi tartiblar bo'yicha ariza elektron topshirilishi, ma'lumot avtomatik tekshirilishi yoki to'lov aniq muddatgacha amalga oshirilishi talab qilinsa, kechikkan odam navbatdan qolishi mumkin. Masalan, talaba kontraktning bir qismini belgilangan sanagacha to'lamasa, darsga kirish, buyruqqa kiritilish yoki yotoqxonadan joy olishda muammo bo'lishi ehtimoli bor. Ota-onalar esa farzandining hujjatida familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, tibbiy ma'lumot yoki imtiyoz hujjatlari to'g'ri kiritilganini oldindan tekshirish kerak. 4-guruh pensiya, nafaqa, subsidiya yoki ijtimoiy yordam oladigan fuqarolar. Bu yerda eng muhim narsa ma'lumotlarning to'g'riligi. Agar yashash manzili o'zgargan bo'lsa, oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, daromad manbai paydo bo'lgan bo'lsa yoki bank kartasi almashtirilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar tizimda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada to'lov kechikadi yoki ariza qayta ko'rib chiqiladi. Odam esa men oldin olib yurgandim, nega to'xtadi deb o'ylanadi. Sabab ko'pincha yangi qoida emas, bazadagi eski ma'lumot bo'ladi. Agar sizda hujjatlar tartibda bo'lsa, qarzdorlik yo'q bo'lsa, to'lovlarni vaqtida qilib yursangiz, rasmiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Yangi qoidalar odatda mas'uliyatli odamga katta muammo tug'dirmaydi. Aksincha, ba'zi jarayonlar tezlashishi ham mumkin. Masalan, hujjat elektron bazada to'g'ri bo'lsa, sizdan ortiqcha ma'lumotnoma so'ralmasligi mumkin. Ilgari bir idoradan ikkinchi idoraga qog'oz ko'tarib yurilgan bo'lsa, endi tizimning o'zi tekshiradi. Lekin men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Menda qarz yo'q degan ishonch bilan men tekshirdim. Qarz yo'q ekan degan holat bir xil emas. Mas'uliyatli odam ham xatoga uchrashi mumkin. Masalan, eski telefon raqamiga bildirishnoma ketgan bo'lishi mumkin. Avtomobilni boshqa odam haydab jarima olgan bo'lishi mumkin. Kommunal hisoblagich noto'g'ri ko'rsatkich bilan kiritilgan bo'lishi mumkin. Soliq tizimida eski obyekt sizning nomingizda qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun xavotir emas, tekshiruv kerak. Birinchi misol, haydovchi avtomobilni sotmoqchi. U mashinani aylanmasini 5 million so'mga kelishdi. Xaridori pulni tayyor qildi. Ikkisi notariusga bordi. Tekshiruvda 3 ta jarima chiqdi. Biri 135 ming so'm, ikkinchisi 230 ming so'm, uchinchisi esa kechiktirilgani uchun qo'shimcha xarajat bilan 500 ming so'mga yaqinlashgan. Umumiy summa juda katta bo'lmasa ham, bitim o'sha kuni yakunlanmadi. Xaridor men boshqa mashina ko'raman dedi. Natijada sotuvchi keyin narxni 20 million so'mga tushirishga majbur bo'ldi. Mana shu yerda muammo jarimaning summasida emas, vaqtida tekshirilmaganida. Ikkinchi misol, kichik do'kon egasi savdoni asosan karta orqali qabul qiladi, lekin hujjatlarni to'liq yuritmaydi. Oy davomida kartaga 20 million so'm tushadi. U buni oddiy aylanma deb o'ylaydi, lekin rasmiy hisob chek. Soliq hisobotida bu mablag'lar izohlanmagan bo'lsa, savollar paydo bo'ladi. Tadbirkor men kichik savdogarman deyishi mumkin, lekin tizim summa va takroriylik va faoliyat belgilari bo'yicha qaraydi. Shuning uchun 1 avgustdan keyin kichik tadbirkor uchun eng to'g'ri yo'l tushum qayerdan kelayotganini rasmiylashtirish, chek berish, shartnoma yoki buyurtma izni saqlash. 3-misol, bir oila subsidiya olish uchun ariza beradi. Oilada 4 kishi yashaydi. Daromad rasmiy jihatdan past, lekin yashash manzili bo'yicha tizimda boshqa qarindosh ham ro'yxatda turib qolgan. Uning daromadi hisobga qo'shiladi. Oila u biz bilan yashamaydi deydi. Lekin bazada boshqacha ko'rinadi. Ariza rad etiladi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushadi. Demak, ijtimoiy yordam masalasida eng muhim ish manzil, oila tarkibi va daromad ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirish. 4-misol, talaba kontrakt to'lovini kechiktirdi. Oldin fakultetga borib tushuntirish berar, 1-2 hafta kutishar edi. Endi elektron tizimda to'lov ko'rinmaguncha ayrim jarayonlar yurmasligi mumkin. Talaba darsga kiradi. Lekin buyruq yoki shartnoma masalasida muammo chiqadi. Keyin ota-ona bankka boradi. To'lov o'tgan o'tmaganini aniqlaydi. Rekvizit xato kiritilgan bo'lsa, pul qaytarilishi uchun yana vaqt ketadi. Shuning uchun to'lov qilganda faqat pul o'tkazish emas, to'lov qaysi hisobga tushgani va tizimda aks etganini ham tekshirish kerak. Har bir yangi tartibda istisnolar bo'ladi. Masalan, ayrim fuqarolarga imtiyoz berilishi mumkin. Nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, urush yoki mehnat faxriylari, talabalar, ayrim kasb egalari, qishloq joylarida yashovchilar yoki qonunda alohida ko'rsatilgan toifalar. Lekin imtiyoz avtomatik beriladi deb o'ylash xato. Ba'zan imtiyoz olish uchun ariza tasdiqlovchi hujjat elektron
ro'yxatga kiritilish yoki tegishli idora ma'lumoti kerak bo'ladi. Agar siz imtiyozga haqli bo'lsangiz emas, hujjat bilan tasdiqlash kerak. Yana bir nozik jihat, muddatlar. Ko'p odam qo'yda kucha kirgan sanani eshitadi, lekin o'tish davri bormi yoki yo'qmi, shuni bilmaydi. Ba'zi tartiblar 1 avgustdan boshlab yangi arizalarga qo'llanadi, eski hujjatlarga darhol ta'sir qilmasligi mumkin. Ba'zilarda esa aynan 1 avgustdan hamma uchun yangi talab ishlay boshlaydi. Masalan, yangi ro'yxatdan o'tadigan tadbirkorga talab darhol qo'llanadi, lekin oldin berilgan ruxsatnoma muddati tugaguncha amal qilishi mumkin. Shu sababli har bir odam o'z holatini alohida tekshirish kerak. Men yangi ariza beryapmanmi? Eski hujjatni uzaytiryapmanmi? Yoki oldingi majburiyatni bajaryapmanmi? Eng ko'p uchraydigan xato faqat ijtimoiy tarmoqlardagi gapga ishonish. Telegramda 1 avgustdan hamma uchun falon narsa majburiy bo'ldi degan xabar chiqadi. Odamlar vahimaga tushadi. Lekin rasmiy manbada boshqa ma'no bo'lishi mumkin. Men doim shuni tavsiya qilaman. Biror xabarni eshitsangiz, rasmiy sayt davlat xizmatlari portali, tegishli vazirlik yoki tashkilotning e'lonini tekshiring. Agar tushunmasangiz, Binbek Qutubtekiz mahalliy davlat xizmatlari markazi, bank, soliq organi yoki tegishli idoraning aloqa markaziga murojaat qiling. Og'zaki mish-mish bilan qaror qabul qilmang. Yana bir xavfli nuqta vositachilar. Yangi qo'yda chiqqan paytda men hal qilib beraman, navbatsiz qilib beraman. Jarimani o'chirtirib beraman, subsidiya chiqarib beraman deydiganlar ko'payadi. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Rasmiy to'lov faqat rasmiy kanal orqali amalga oshiriladi. Plastik kartaga noma'lum shaxs nomiga pul o'tkazib, keyin xizmat kutish juda katta xato. Agar xizmat qonuniy bo'lsa, uning tartibi, narxi va muddati ochiq ko'rsatiladi. Agar odam sizga hech kimga aytmang desa, demak bu xavfli signal. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Agar yaqinda familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, farzand tug'ilgan bo'lsa, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat o'zgargan bo'lsa, bularning hammasi tegishli bazalarda aks etganini tekshiring. Kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring yoki My-Bank Gov.uz orqali ma'lumotlarni ko'ring. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq qarzi, yo'l harakati jarimasi, kommunal to'lov, kredit, aliment, ijro hujjati, sug'urta yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha holatingizni aniqlang. Men odamlarning bir daftar yoki telefon eslatmasida alohida ro'yxat tuzishni tavsiya qilaman. Masalan, elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, telefon, kredit, soliq, jarima. Har birining yo'niga tekshirildi, to'landi, aniqlashtirish kerak deb yozing. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammo aynan nazorat yo'qligidan chiqadi. Uchinchi qadam, to'lov qilganingizni tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Bank ilovasida chek bo'lsa, uni yuklab oling. Naqd to'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyani suratga oling. Kontrakt, ijara, xizmat haqi, jarima, soliq bo'yicha to'lovlarda iz bo'lishi shart. Chunki ba'zan pul ketadi, lekin tizimga kech tushadi yoki noto'g'ri rekvizitga tushib qoladi. Shunda sizda chek bo'lsa, muammoni tezroq hal qilasiz. Cheksiz esa men to'lagandim degan gap isbot bo'lmaydi. 4-qadam, telefon raqamingiz va elektron pochtangizni yangilang. Ko'p xizmatlarda xabarnoma SMS orqali keladi. Agar eski raqam tizimda qolgan bo'lsa, siz muhim ogohlantirishni olmaysiz. Masalan, arizangiz rad etildi, qo'shimcha hujjat talab qilindi, to'lov muddati yaqinlashdi, jarima yozildi, shartnoma tasdiqlandi. Bularning hammasi xabarnoma orqali kelishi mumkin. Shuning uchun bank, davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, kommunal xizmatlar va ta'lim platformalarida telefon raqamingiz to'g'ri ekanini ko'ring. 5-qadam, hujjat topshirishda shoshmang, lekin kechikmang. Bu ikkisi farqli narsa. Shoshgan odam xato qiladi. Pasport raqamini noto'g'ri yozadi, rekvizitni adashtiradi, faylni noto'g'ri yuklaydi, arizada kerakli bandni belgilamaydi. Kechikkan odam esa muddatdan qoladi. Eng to'g'ri yo'l, talablar ro'yxatini oldindan o'qish, kerakli hujjatlarni tayyorlash, keyin topshirish. Agar ariza onlayn bo'lsa, skaner yoki aniq surat, PDF fayl, telefon raqami, bank kartasi, elektron imzo kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, daromad va xarajatni ajrating. Shaxsiy kartaga tushgan pul bilan biznes tushumini aralashtirmang. Buyurtma olsangiz yozma iz qoldiring. Mijozga chek bering. Xodim ishlatsangiz, mehnat munosabatini rasmiylashtiring. Ijara joyida ishlasangiz, ijara shartnomasi bo'lsin.
1 avgustdan keyin qoidalar qat'iylashganda eng ko'p qiynaladigan odam men hammasini og'zaki qilardim degan odam bo'ladi. Hujjat tartibda bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqish kerak emas. 7-qadam haydovchi bo'lsangiz, avtomobil papkasini tartibga keltiring. Sug'urta polisi, texnik ko'rik holati, avtomobilga qo'yilgan cheklovlar, jarimalar, ishonchnoma, oldi-sotdi hujjatlari, kredit yoki garov holatini tekshiring. Ayniqsa mashina bank krediti orqali olgan bo'lsa, uni sotish yoki boshqa odam nomiga o'tkazishda cheklov bo'lishi mumkin. Bundan bexabar qolgan odam xaridor topgandan keyin muammoga duch keladi. 8-qadam ijtimoiy yordam yoki imtiyozga da'vogar bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan to'plang. Oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, nogironlik, talabalik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, yashash manzili. Bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatning muddati o'tmaganiga qarang. Ba'zi ma'lumotnomalar 1 yil oldingi bo'lsa qabul qilinmasligi mumkin. Ariza topshirgandan keyin yana bitta hujjat kerak ekan deb yurmaslik uchun ro'yxatni oldindan aniqlang. 9-qadam rasmiy manbani odat qiling. Men sizga har safar biror yangi qoida eshitganda 3 ta savol berishni maslahat beraman. Bu qaysi idora tomonidan e'lon qilindi? Qachondan kuchga kiradi? Menga bevosita ta'sir qiladimi? Agar shu 3 savolga javob topilmasa, hali qaror qabul qilishga shoshilmang. Ba'zan xabar sarlavhasi qo'rqinchli bo'ladi, lekin matnini o'qisangiz faqat ma'lum bir toifaga tegishli bo'ladi. Masalan, hamma fuqaroga emas, faqat yuridik shaxslarga, hamma haydovchiga emas, faqat yo'lovchi tashuvchilarga, hamma to'lovga emas, faqat yangi arizalarga tegishli bo'lishi mumkin. 1 avgustdan keyin eng qimmat narsa vaqt bo'ladi. Chunki hamma bir paytda hujjatini to'g'rilashga, qarzini yopishga, ariza topshirishga yoki ma'lumot aniqlashtirishga yugursa, navbat ko'payadi. Shuning uchun men tomoshabinlarga hozirdan 2-3 soat vaqt ajratib, o'z holatini tekshirishni tavsiya qilaman. Bu juda katta ish emas. Telefon orqali ko'p narsani ko'rish mumkin. Qolgani davlat xizmatlari markazi, bank yoki tegishli tashkilotdan aniqlashtirasiz. Agar sizda muammo chiqsa, uni yashirmang va keyinga surmang. Masalan, qarzdorlik chiqdi. Darhol to'lash imkoni bo'lmasa, bo'lib to'lash yoki tushuntirish tartibi bormi, shuni so'rang. Hujjatda xato chiqdi. Mayli keyin demang. Ariza bering. Bank to'lov tushmagan bo'lsa, chek bilan murojaat qiling. Jarima noto'g'ri yozilgan deb hisoblasangiz, belgilangan muddatda shikoyat qiling. Eng yomoni muddatni o'tkazib yuborish. Chunki ko'p holatda e'tiroz qilish uchun aniq kunlar beriladi. Yana bir maslahat, yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ayniqsa ota-onalar, katta yoshdagilar, qishloqda yashaydigan qarindoshlar, internetdan kam foydalanadigan odamlar yangi tartiblardan kech xabar topadi. Ular ko'pincha bolam bir qarab yubor deyishadi, lekin muammo chiqqandan keyin. Siz oldindan ularning telefon raqami, kommunal to'lovlari, pensiya kartasi, hujjat muddati, jarimalari bor yo'qligini tekshirib bersangiz, juda katta yordam qilgan bo'lasiz. Demak, 1 avgustdan yangi qoidalar bo'yicha eng asosiy tayyorgarlik, hujjatlarni tartibga keltirish, qarzdorliklarni tekshirish, to'lov dalillarini saqlash, rasmiy manbadan ma'lumot olish va muddatlarni o'tkazib yubormaslik. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Bugun 10 daqiqada tekshiriladigan narsa ertaga bir necha kunlik muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun beparvo bo'lmang. O'zingizga tegishli sohani hozirdan ko'rib chiqing. Sizningcha 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha qo'shimcha qiyinchilik keltiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanaliga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir muhim o'zgarishni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman.